Alloh taolo o'zini dinini fosiq, fojir odamlar bilan ham quvvatlab qo'yaveradi. Bu qiziq holat. Alloh taolo o'zining irodasi bilan, xohishi bilan o'zi insoniyatga tushirgan dinini ana shu dinga muhabbati bo'lmagan, tushunchasi bo'lmagan, haqiqiy Allohni tanimagan bandalar bilan ham qo'llab-quvvatlab qo'yaverar ekan. Bu gaplar har bir musulmon odamni o'ylantirib qo'yadigan gaplar. Chunki ko'rinishidan musulmon ko'ringan, dinga manfaatlari tegib turgan qancha insonlar bor. Qancha dinni himoyasida qo'llab turadigan insonlar bor. Bizni ko'zimizga ular musulmonobod bo'lib ko'rinadi. Lekin Allohning huzurida shunday bandalar bor ekanki, Allohning dinida yordami tegib turgan holda ham Allohning huzurida hech qanday qiymati bo'lmas ekan. Bu haqida bir hadis sharifda juda go'zal tarzda bayon qilib berilgan. Bu sahih hadis Imom Muslimdan rivoyat qilingan. Abu Hurayra roziyallohu anhu u kishi aytadilar: bir kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga jangga chiqdik. Mana shu jangda bir o'zini musulmonlikni da'vo qilib turgan odam haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu odam do'zax ahlidan dedilar. Hamma hayratda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga jang qilishlik sharafiga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni dinni yuksaltirib turgan eng og'ir vaziyatda Allohning yo'lidagi g'azotda jang qilayotgan, qilich ko'tarib turgan odam do'zax ahlidan deb e'lon qilindi. Jang boshlandi. O'sha musulmonlar tarafida turib kofirlar bilan qattiq jang qildi. Ya'ni kofirlarga qattiq qarshilik qildi. Va jarohat yetdi. Odamlar uni o'ldi dedi. Shunda ey Allohning rasuli, mana u do'zax ahlidan deganingiz bugun qattiq jang qildi va o'ldi dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam do'zax sari dedilar. Shunda odamlar shubhaga tushay deb qolishdi. Shunday martabali jangda ko'z oldida jang qilib turib jarohat olib o'lgan odam do'zax sari deyilishligi. Shunda xabar keldi. Jarohat olgan haligi odam o'lmagan ekan, lekin jarohati og'ir ekan. Jarohati og'ir holda yotibdi deyildi. Kech tushdi, haligi odam jarohatga sabr qila olmay o'zini o'ldirdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga bu ish xabari berildi. Shunda u zot Allohu akbar, guvohlik beramanki men Allohning bandasi va rasuliman dedilar. Keyin Bilolga buyurdilar: aytgin, odamlarga jar solinglar. Bilinglarki jannatga faqat musulmon jon kiradi. Alloh bu dinni fojir kishi bilan ham qo'llab qo'yaveradi dedilar. Har bir inson bu hadisdan keng mulohaza qilib, qilayotgan har bir amalini o'ylab, dinda noxolislik qilib qo'ymayapmanmi degan tushuncha, Allohdan haqiqiy qo'rquv bilan yashashligi lozim qilib qo'yadigan so'zlar. Darhaqiqat ko'z o'ngimizda
Juda ko'p amallar qilayotgan insonlar bor. Ammo qalbi Allohga havola. Alloh qalblardagi holatlarni bilib turuvchi zot. Ana shu narsadan xulosa chiqarib bandasiga xotima beradi. Yakun yasalar. Shuning uchun qalbning sog'lom bo'lishligi o'ta muhim ish. Qalb sog'lom bo'lmasa ekan, qancha amallar havoga uchib ketadi. Qancha nafaqalar, yaxshiliklar behuda ketib qoladi. Qancha yaxshiliklar suvga oqib ketib qoladi. Alloh taolo hadis sharifda aytilganidek, sizlarning suratlaringizga va mollaringizga qaramaydi. Sizlarning qalblaringizga va amallaringizga qaraydi dedilar. Insonning surati, moli biron bir ishni o'zgartirmas ekan. Insonning amali orqali qalblardagi narsalari ko'rsatib beradi. Shuning uchun dinni xolis qilishga o'tishlik kerak. Bishri Xofiyning huzurlariga bir odam kelib, hajga bormoqchiman dedi. Hajga borishdan maqsad nima o'zi? deb u kishi so'raydi. Albatta Allohning roziligi deydi. Sen Allohning roziligini istab haj qilmoqchimisan dedi. Ha dedi. Haqiqatan sen Alloh roziligini topmoqchimisan dedi. Ha, albatta dedi. Senga Allohning roziligini topadigan ishni aytsam qilasanmi dedi. Albatta dedi. Unday bo'lsa, mana shu hajni pulini 10 ta yoki 20 ta qashshoq insonlarga, faqir insonlarga yoki o'zing ko'ngling tortgan bir faqir insonga ber. U uy joy qilib, mol hol qilib, o'zini o'nglab bir umr seni duo qilib yashasin. Shunda haligi odam o'ylanib qoladi. Nimaga o'ylanib qolding? Yoki qalbingdagini aytgin dedi. Shunda haligi ziyoratga ketmoqchi bo'lib turgan odam aytadi. Qalbimda dedi, hajga borishlik bor dedi. Shunda Bishri Xofiy rahimahulloh go'zal gapni aytadi. Shubhali mollardan topilgan mollar bilan insonlar o'zlari xohlagan amalni taqvo qolipiga solib oladilar. Qanday gap? Bu inson o'zini nafsiga, qalbiga go'zal kelgan amalni Allohning roziligida bo'ladigan amaldan ustun qo'yib qo'ydi. Ya'ni bu kishi Alloh roziligini topmoqchimisan? Ha dedi. Ha dedi. Unda bu pulingni falon narsaga ishlatgin dedi. Ya'ni sinov qildi. Ishlatgin dedi. Yo'q dedi, men haj qilaman dedi. Alloh roziligi kerakmi deyilgan savolga bo'ldi demadi. Ana shu joyda agar u kishi bo'ldi, men Alloh roziligida shu pulimni siz aytgan joyga sarflayman deganida, boraver. Seni qalbing haqiqiy Alloh uchun yuzlangan ekan derdi. Uni puliga tegmasdi ham, uni bironta bir faqirga ishlatish uchun berib yubormasdi ham. Faqat uni qalbini sinovdan o'tkazdi. Qalb sinovdan o'tmadi. Gap mana shu, eng muhim nuqta shu. Eng muhim narsa mana shu. Alloh taolo hammamizni sog'lom qalb egalaridan qilsin. Allohning huzurida sog'lom qalb bilan turishligimizni nasib qilsin. Ozgina amalimizni ham
sog'lom qalb bilan qilgan holda Allohga yuzlanishimizni nasib etsin.